Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Sayyidimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga beadad salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum aziz muxlislar, aziz yurtdoshlar. Bugun qulf sehrini qanday ochishni o'rgatamiz inshaalloh. Qulf sehrini qanday ochish? Katta bitta qulf olamiz. Temir qulf, yangi qulf bo'lishi kerak. Uni oldingizga qo'yasiz va oldingizga suv ham qo'yasiz. Suvga 7 qoshiq tuz, 7 qoshiq olma sirkasidan qo'shasiz. Keyin boyagi qulfingizni qo'lingizga olgan holatda 41 marotaba Fotiha surasini o'qiysiz. Orqasidan Fath surasining 1-oyati Inna fatahna laka fathan mubina, mana shu oyat karimani 41 marotaba o'qiysiz. Orqasidan Falaq surasini 41 marotaba o'qiysiz. Keyin oxirgi martasida yana 7 marta mana bu surani o'qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma iftah kulla kuhli minas sihri ulu va afsufla ibarakati va quvvati va azamati va shiddati va sabaqi hadil ayatil azimati bi rahmatika ya arhamar rohimin. Va sallallohu ala Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Fotiha surasini o'qiyotganda ham har bittasini o'qiyotganda qulf ochib yopib qulfga dam solib turasiz. Keyin oxirgisi o'qiganim Allohumma iftah kulla kufli minas sihri ulu va afsufli barakati va quvvati va azamati va shiddati va sabaqi hadil ayatil azimati bi rahmatika ya arhamar rohimin sallallohu ala Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Mana shu oyat karimani har bir qulf ochib yopayotganda, har bittasini yakunlayotganda qulfni ochib yopib dam solasiz. Keyin qulfni olovga olib borasiz va yopilgan holatida qo'yasiz. Qiziydi. Qizigandan keyin boyagi suvga solasiz, jazz etadi. Ana shunda qulfni ochasiz. O'sha ochayotgan paytingizda ham dam solasiz. Fath surasining 1-oyatini 7 marotaba va yana ochilgan holatida gazga qo'yasiz. Keyin yana o'sha surani boyagi o'qiganimni 7 marotaba o'qiysiz. Shunday qilib 3 marotaba gazga solib, qizdirib, suvga solib jazillatib olasiz. Shu bilan qulfingiz ochiladi inshaalloh taolo. Ikkinchi safar ham qulfni qizdirgani qo'ymasdan oldin Inna fatahna laka fathan mubinani 41 marotaba o'qiysiz. Olib har gal olib solayotganingizda 7 marotabadan dam urasiz inshaalloh. Bu bitta qulf ochilganda go'rga ko'milganmi, qayerga ko'milgan, qayerda suvga solinganmi, qaysi go'rda bo'lsa ham o'sha kimga nima qulf sehr qilgan bo'lsa, yangi qulf o'sha holatda ochib axlatga tashlab yuborasiz. Xudo xolasa ochilib ketadi. Keyin Fath surasini 1-oyatini 70 marotaba barcha ishlaringiz ochilishi uchun o'qib qo'yasiz. Yaxshi niyatlar ila boshida 100 marotaba istig'for, 100 marotaba salovat aytasiz. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad astag'firulloh va atubu ilayh. Oxirida ham xuddi shunday qilib yakunlaysiz. Inshaalloh barcha qulf nima bo'lgan bo'lsa ochilib, Allohim o'zi yaxshilik beradi sizga. Orqasidan mana bu duoni ham o'qib qo'ysangiz, yer ostiga ko'milganmi, qanaqa sehr jodu qilingan bo'lsa, o'zidan yo'q bo'lib ketadi. Bu duoni 21 marotaba o'qiysiz. Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma abtil sihri kayfa makana fawqal ardi va tahtil ardi. Kimni uyiga sehr jodu qilingan bo'lsa, Allohim o'zi barcha sehrgarlar rasvosini chiqarsin. Barcha sehrgarlar sehrlari kuyib yo'q bo'lsin. Hammamizni uyimizga tinchlik, xotirjamlik, yaxshiliklar ato etsin. Farzandlarimizni rohatini ko'raylik, yaxshiliklar ko'raylik. Allohim bizga nimaiki rizq nasiba bergan bo'lsa, yaxshisini bersin ilohim. Hammamizga ham yurtimizga tinchlik, xotirjamlik, oilalarimizga qut barakotlar, shirinchilik ato etsin. E'tiboringiz uchun rahmat.